Ko'rayotganingiz Qarqash cho'ng bozor tajidorligidagi o'mlik sadosi programmasi. Programmamizni Qarqash istiqbol shopurlik tarbiyalash maktabi alohida qo'lladi. Yaxşıdırdılarmı İsraildagi qadrli ko'rmanlar, shu topda ko'rayotganinglar Beijing Ipak yo'li o'mlik madaniyat tarqalish guruhi ishlashni o'z ichiga olgan Qarqash cho'ng bozori tajdorligidagi Xili Chishing, ya'ni o'mlik sadosi programmasi. Men riyosatchi Mahin Ro'zi. Men bugun shunchalik hayajonlanib turibdiman. Chunki bugungi programmamizga riyosatchi sifatida ham shundaqla aziz mehmon sifatida yana bir qadrlik ustozimiz qadam tashrif qildi. U bo'lsa-mu Xinjiang san'at yurti opera o'mligining davlatlik birinchi darajalik artisti, dangliq aktyor, mening suyimli kadam Guljamal Matniyaz. Qarshi olamiz-da. Rahmat. Shunchalik xo'shib ketyapman sizni ko'rib. Mana shu Maynur mush programmaga taklif qilganlarga rahmat. Mush o'mlik sadosi programmasi orqali barliq aziz ko'rmanlar bilan didorlashganligimdan shunchalik xursandman. Programmamizni yoqtirib ko'rishinglarni umid qilaman. Rahmat dada. Siz chiqqandan keyin meningcha programmamizning bundan keyin ko'rilishi texim eshib ketadi. Shunaqa bo'lsin. Guljamal aka, siz albatta bugungi programmamizdan boshlab ham riyosatchilik sifatida, ham shundaqla aziz mehmon sifatida qatnashdingiz. Meningcha kelgan mehmonlarimizga nisbatan bu nihoyatda yaxshi, cho'ng bir xush xabar bo'ldi deb o'ylayman. Chunki naqshlarimizga bo'lgan tushuncha, sizningki san'at hayotingizga tajribalar men qaragancha zo'r bo'lganligi uchun programmamizning salmoqi, ham shundaqla sifati texim bir baldiq ko'tarildigan bo'ldi. Shundoq bo'lsa yaxshi bo'ladi. Undaq bo'lsa, Guljamal aka, bugungi programmamizga qadam tashrif qilgan mehmonni bir tanishtirib o'taymi? Bo'ldi. Bugungi programmamizga bo'lsa, o'zininki yumoristik gap so'zlari orqali xalqimizga kuldirga, xushallik ato qilib kelayotgan, o'zininki bir qator xalq yaxshi ko'radigan naqshlar orqali san'atimizni betib kelayotgan ko'p qilliq san'atkorimiz Habibulla apandi qatnashdi. Habibulla? Abay taqtiqqa. Voy. Yaxshimisiz? Guljamalda Maynur yaxshimisiz? Yaxshimi aka? Yaxshimisiz? Habibulla. Meni ko'rmanlar bir salom berib o'tamiz aka. Yaxshimisizlar? Ko'rurmanlar. Bugun shu o'mlik sadosi programmasi orqali har bir singlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xushalman. Men burundan ham bu programmani yaxshi ko'rib kelayotgan, ko'rilishim intayin yaxshi bo'layotgan bir programma. Burun ham shu Maynurning riyosatchiligida bo'layotgan. Bugun texmi adamni ko'nglimizni xush qilib, bizning eng yaxshi ko'radigan Guljamal adammi bizning san'atkorimiz, davlatlik birinchi darajalik artistimiz Guljamaldan bakan intayin xush bo'ldik. Men bu programmani buningdan keyin ko'rilishning texmi ishiga, xalqimizning texmi yaxshi ko'rishiga chin ko'nglimda ishinaman. Rahmat. Rahmat. Unda bo'lsa oldi bilan ism masalasini hal qilsak o'g'ida aka. Habibulla apandi desam Guljamal aka mayron qolganga o'xshash ko'rmanlarimiz mayron qoldi. Nimishqa abayka deyman-di. To'g'ri. Bu asli mening ismim Habibulla. Shu Shunfinjingdagi ismim Habibulla. Endi bizniki G'ulji taraflarda, endi biz taraflarda ismni naytdi qisqartib ixcham deyish kamroq. Mesela Münevver bo'lsa Minash. Mesela Yarmamat bo'lsa Yari, Abdukarim bo'lsa Kari. Depli mundaqli depli. Mesela ma bu erkilatmasimdak bir qilganda qisqartiblar. Uning keyindan ma Savit bozor chiqqaningizda Mehmet ismlikni Misha Abdug'opu degan Ontun deb menda chaqirdim. Bu Habibulla degan ism abay bo'lib qoldi. Abay deysimi men qarayman hamda. Abay deyishmi xo'shaqmay, deb qo'yganlar va ularga qarayman. Shuning bilan bu abay bo'lib bu xalqimiz abay deb abay taqdi. Lekin bizning ismi, haqiqiy ismim Habibulla. Mana bugundan boshlab men bilib oldim. Ko'rurmanlarimizmi sizning ismingizdan Habibulla degani bugun bilib oldi. Habibulla desanglar xush bo'laman. Opam deydi Habibulla deb. Maqayntamning ayolining qizimi hozirgacha Habibulla deydi. Başlandı. Konuşup beriyotgan 21 yil bo'ldi. Sizga konuşup beriyotgan Habibulla ayolim deyapti. Shuna Habibulla dedim. Sirtda abay deydi. Mayli ish qilib.
Endi rast to'g'ri bo'ldi man uchun. A. İsmimniki haqiqiy o'zimning Habibullah ismlikini To'g'ri. bilib yaxshi. Bilgani yaxshi. Xalqimizga abay desa darhol. Habibullah desa sizga o'xshash Ha. hozir. Hoy Habibullah Ha, deb deb men- ahvol bo'ldi. Gülcemal ada, siz mi şu aktyorluk sahasida nurg'unlagan film, sahnalarda etotlarni o'ynab, xalqqa to'linib kelayotgan bizniki san'atkorimiz hisoblanasiz. Abaykamninki shu vaqtlarda yangidan shu taqtuqi paranglarni qilib, Ha. to'linayotgan vaqtlar qanday hissiyati bo'lgan-tig'iz? Ben tunç qatim şu 2008 yılı Ha. bir sanat keçiligida şu Habibullah'ni şu vaqtida abayni şu vaqtida tanıgan. Şu Ha. vaqtida bek özümü bek yaş bek coşqun şunda bir iliqi kayfiyat bilan qilgan biz bek hayran qolgandik. Bu balan burun nerede qolgan bo'g'iydi deb tuyuqsiz paydo bo'lib qoldi. Amniyatda qo'ljida masalan shunda xalqimiz yaxshi ko'rgan nurg'un so'rinlar nurg'un to'y to'kinlarda tunilib ketgan bir san'atkor ekandik. Keyingi vaqtlarda shu cho'ng san'at kechiliklarda abay bo'lmasa sahna qizmaydigan ahvolga yuz berdi. Lekin ham tomoshabinlarimizmi, ko'rmanlarimizmi abay bormiki Habibullah kechiringlar. İsm almashtirish. Deb shun Bo'lgandiki hozir taqtuq bo'lsa ishim bor. Bugungi programmani azroq taqtuq qilib maqsaq mayli go endi. Men endi o'zimninki shu ko'rish, bilish darajam saviyarim bo'yicha shuni so'rab baqsam, shu taqtuqqa degan shu taqtuq parang qilgan shu bir san'at burun bormidi yoki abaykam orqali borliq kelganmi? Taqtuqini Ha. sahnaga men tunji bo'lib endi ep chiqqan Ha. men bo'ldim. To'g'ri, Endi bizim esa bilishimizcha shundoq. men shu G'ulja suydingda tug'ilgan. Men endi buni shu programmalardan shu ziyoratlarda deb o'tib ketdim. Aqlimga kelsam, mening tog'am, opamning inisi. Rishit deb bizni endi shu G'uljada xalq san'atkori, xalq chaqchaqchi hammadan taniydi. Shu tog'am qiziqchilik qilib taqtuq so'zlaydi ekan. Mana bu kichkimdan qiziq tuyulib, bu nimishki boshqalarning bu bak qiziqish do'st, nimishki boshqalarning diqqatini qo'zg'ayolmaydi deb, doğrab sabaqdoshlarimga deb, uya-buyalardi deb, so'rinlardi deb to'xtamay dedim hamda. 2003 Toshmamat Boturning kechiligida 2003 bir degandim. Bu yerda Isamkam shu taqtuqni gaplasam, ebeyga 0 berilsin degan. Onun kendi Mijab Niyazkam. Menki Bizim dağlıq rejissorimiz. ko'rgan ekan. Bu qiziq ishkan bu. Yana qiziqlik deb chiqdi bir latifchilar klubi degan bir etotga bir qanchaylar juftlikdan kelganlar chiqdik. Shu kuni men shu taqtuqni so'zlab shu kuni mana shu sahnada menda shu chaqdagi san'at kechilikni mening kechiligim deb turib oldim. Nima ishqa deganda shu bir qitimlik san'at kechiligim shu taqtuqqa boshqalarniki diqqatini nayt uning keyin tövendeki shu tomoshabinlarniki eliq chavak ama unutib qolmayman 2008 shu guldiras chavak mavchu uçakda bo'lmasa u ham bir yig'izlik uyda o'tirgan ijara vaqtlarim necha million pul tepib bir dachada o'tiradigan hissiyat. O tuyg'u o'xshamaydi a, to'g'ri. Shuni qo'shib ketgan shundan keyin ana kendi xalqimizga taqtuqqa abay taqtuqqa deb men shu tog'amniki endi buni taqtuqni so'zlaydigan shu Rishit degan tog'am so'zlaydi. Shuni bilan men sahnaga kelib chiqqan. Siz şu sanatimizni beyitgan keyin bir tövbekar sanatkor. Voy rahmat. Abeyka shagird tarbiyalayapsiz. Yetishib chiqqanlar bormi, yo'qmi? Taqtuqda shogird tarbiyalaymayman. Nima ishqa deganda bu taqtuq degan Klipi yo'q-da. Masalanki ba'zilar meni shu taqtuq so'zlab chiqsam odatdami normal holatdami taqtuq so'zlaydi deb o'ylab olganlar bor. Çatak deb o'ylaydigan. Ve akimiz bilan paranglashib 10 minutlik cho'ng akimiz bilan paranglashib qoldik. Normal paranglashib bir chog'da voy fikrim siz sog'kansiz-ku deydi. Qiziqchilik qilayotgan şeyda kelib chiroy qarasam chiroy chaqchaqdan asar yo'q. Aka meni bir buzilib qoldimi deb o'ylab qolganman. Yo'q sizni qalida ketib tabii taqtuqga qilib sana cho'lab qolgan bo'ldi deb anglagan deydi. Aka sen dedim ben qiziqchilik qilib seni taqtuq so'zlagan bilan u rost taqtuqga qildigan deb kelsam men qo'rqayman deb qo'ydim. Buni deb shogird tarbiyalamadiq, lekin bu taqtuqqa qiziqchilikka chiqqandan keyin masalan she'rlarni bu hammadan o'ziniki
Ama ulardan mı yaxşı faydalanmasan bunun. Neymiş ki degende mendeki bir kalla. Başkalar da özününki tefekkürümüz okşamaydı. Ben oylamagan tefekkürlük narsalarni oylaydi şunu yazgıçılar. Başının kıymeti var narsalarni tanlap yani işlesem bulavurdan da taktık kızgınlık kozgal. Lekin bu neylikli çokum şagird terbiyeleşke tazı nem kılmamdı kedi. Bu taktık taz doğru kelmesi kedi. Satmasak edemni taktık koyğum yok. Mesela eğer bir jutlarga berip qaysam işte qiziqchilik qilib mush gapni o'zim deb birdiganlar bor. Endi lekin balkim buningdanmi yaxshi deb buningdan keyin u qara yosh bolalar buningdanmi texmi Aşırı üstü mümkün. shinsini qilib chiqarganlar bo'ladi. Buningdan keyin o'ziniki tafakkurlar orqali men cho'qim bunda deysa anda deysa deydigan gap emas endi bu bir qiziqchilik ma gap kelmaydi. Masalan bunda boshlayman da taqtiqni. Көрваттınız Qarqash Cho'ng bozor tajdorligidagi Ömlük Sadasi programmasi. Mesela ben penning yağışının gepini jiq qilaman. Bu penni yaman tildirib bulanmay, axir tasti shunda bir tildirib etgan bu namda. Tildirib etib bu namda uyga nimada ketish kerak? Bu ag'inam tilib bulsam ishim bor dedi. Bu ag'inamga tilib bulsam bana ko'rsatdi. Şunun bilan bir mashin tavuzni besib basam, o restoran ochadigan ayol mozduzxonda qetiqichib uxlab qoldi. Buni ko'rgan yili qadam guvohlik berib, "Mening mashinani o'g'irligini ras, u ishchilagan uyak appasam uni sen qaytarmaydi" deb netisam unamay, 3 yosh kirmagan bolani 4-sinf akirib qo'yman desang, uni o semiz savutning unamdi uningga. Uningdan sen eng yaxshisi muzeyni olsun suyap sitep dadısıga pelto ansıga alqap vermemse. Dep taşavatımız toşmaydı ile qarı vaqt taşap toş taraflanmay içip pişip git mane sizga jınglap ötkizle. Ses qılır olsa özünüz ilgib olasız. Dep qarsam qo'ylarni tavuzni qo'yib etib xotirjam naqsh etib o'tirdi achchig'im kelib, "Ey, bu to'qtuqliq mashinaga kelib o'zing usicha. Hamda qopab to'yliq 100 gram oltin desang, uniga şey zavodning nim deb qoladi." Onun üstüge doktorxonada 3 ay egilgan deb inib diagnoz tursa, sözü qalamni qilmay turib unchalar mehmonni chaqirib olgan bilasan, muzsuzlik sohasida qanday natija qozonsa, debli soatimning üstüge deb kirsam, remontxonaning boshqa ukam qapimisan bizda hozir kran yo'q. Degandiki arz qilib borsam, ukam biz bola bo'lgandiki uy tutib qolsang olmamda nim bo'pti endi ajrashib deb chiroyli yakqiga yenik kelsam mashinaning ikki pay chaqi yo'q. Arz qilib borsam, biz oshxonlarni bosh qo'ymaymiz. Degandiki o'zim va'da qilib etdim. Bunday ekan, soqolimni hargiz laqshi yigirdi olmayman. Qo'g'in tavuzdek narsalarni pichoq ya bakiladi pishib yeyish odatlanaman deb tursam, 90 yosh kirgan bir bola navrisi bilan leglak kuchatim deb 6-qavatda ehtiyotsizlikdan yiqilib tushibgan. Buni ko'rgan yili qadam yeyotgan tavuzni tashlablar. Yuqoriga ma'lum qilsa, uy boshqor xodimni chiqib, uyang yo'lga to'g'ri kelib qol chaqmasak bo'lmaydi. Uyanga uy beramiz. Biz bunu gençliğimde jüplerimiz degen tikipirimiz demigen. Özünüz kopap esel kaynak suyunu aralashtirib çıkış söylep. Nak meydandan ben buzmudum siz uçilik pulunuz hak nam berem da. Dep ahir bir aginem kursam, adaş ben bika yoselling maşinam başını yağışlarına me ekepirey dep öyge ekepedi. Önemli bir sak edemler tazı bunun bunlar. Tabii değil mi sonmaydı. Abeykam naqshlarning fayziydi da Gülcan. Gitar bilen. Anlayırım ki. Nasıl bir nakşı etip vereyim ha? Ben hem de bir kesbimi nakşılardan emez. Hem de özüm ügünü varım. Yok, sizin nakşınız yine başkaça. Dansa, hürmetliğine gitar bilen bir iki nakşı etip verey. Yaktırıp, anılışınlar için köngülümde ümit kılımam. Belki temsillikler köp buluşu mümkün. Tüzüstüp anılışınlarını için köngülümde ümit kılımam. Qani hakka merhamet. Көрваттınız Qarqash Cho'ng bozor tajdorligidagi Ömlük Sadasi programmasi. Ömlük Sadasi. Ömlük Sadasi. Senin men degene nakış
bolgan dılımga bir senin men degine akiş bolgan dılımga emdi keştim digen söz anda geldi dılımga emdi keştim digen söz anda geldi dılımga silip koyup esretke ağır imidi içime silip koyup esretke ağır imidi içime şu azaplar bir sana şenginim üçünmü şu azaplar bir sana şenginim üçünmü esretim eğirde barmikinmiş bilmeymen esretim eğirde barmikinmiş bilmeymen ayrılganga gülmeymen akidemge yığılaymen ayrılganga gülmeymen akidemge yığılaymen silip koyup esretke ağır imidi içime silip koyup esretke ağır imidi içime şu azaplar bir sana şenginim üçünmü şu azaplar bir sana şenginim üçünmü şenginim üçünmü Ömlük sadası. Ömlük sadası. Nima degan esi? Nima? Nereden oldingiz? Sarkardan. Hammamizga tanishib qolgan Sarkarda hozir oila elektr uskunalari va uy jihozlarining hammasi bor. Urumchi Ko'lxolin bozoridagi 1500 kvadrat metr Sarkar uy jihozlari sarayida eng esil, eng yaxshi uy jihozlari zavoddan bevosita setildi. Dağlık marka işençek, tülürtülük, mülazimeti ala, bahsi muvaffaq. Şinjanның har qaysi joylaridagi zanjirsimon do'konlarni cho'qimsini to'liq razı qila oladi. Sarkar uy jihozlari sarayi. Ömlük sadası. Ömlük sadası. Unda olsa tövende etip vermekçi olan nakşam bizimki ustaz sanatkarımız Ahmet Cemmemtimin orulgan kirip qatto anam tushunga degan naqshini ayt yaxshi ko'rib aytaman. Shu Ahmetcan
məmtiminninki uslubida bir etib bəsəm, yaxdırıb anılışınlarını çin könlümdə ümid qılma rəhmət. Ömrük sadası. Ömrük sadası. Qaptı anam düşünge Nege kettin oğlum digide Yürüyüp qaptı anam düşünge Nege kettin oğlum digide Gözlerimden uçtun sen şunca Didarımı sığındın bu Gözlerimden uçtun sen şunca Didarımı sığındın bu Pervane bop anam düşümde Etrafımı egip yür gider Pervane bop anam düşümde Etrafımı egip yür gider Oylap benim murat bəxtimni Malliyimni sılap yür gider Oylap benim murat bəxtimni Malliyimni sılap yür gider Özüzemge değmen hey ana Kiri vergin kümde çürge Özüzemge değmen hey ana Kiri vergin kümde çürge Kiri vergin kümde çürge Programmamizni Qarqash istiqbol shopurlik tarbiyalash maktabi alohida qo'lladi. Ömrük sadası. Ömrük sadası. Analarımız salamet bolsun, avazınız davamlıq yangrap dursun, Əbeyka. Əbeyka, neçə yaş vaqtlarda Əbey dep ataldınız? Yeni şu. Qanchalik vaqt oldu ki men qani kichkunda Habibullah dem. Demiş Ürümçik o'qig'ini kelgandimi birovda Habibullah dem. Birovda Habibullah bular qani 92-yil xizmatga chiqdim. 92-yili xizmatga chiqib 93-yili Habibullah degan ismim yo'q bo'lib ketib shu orliqlarda Lixachi bo'lib qolgandim laqanim. Nima? Her millet beni Lixachi deb chaqirdi. Mashinaning Lixachisi bormi? Nimishqa?
Çünkü ben bir remoçılık kılıp bir çoğun maşininin liğacısını toluk kesip etken. Bunu hikayesel uzurak binadım. Şunu ona bir liğacılık kesip etkenlik sebebiden mening ismim liğacılık özgürep kalgamızda idardık ya her millet aşıda çakırdı. Onun kendi şu mahallede ben de çoğunlar ebeyhan dep ançım için mahallelerden dep çürüp şunu ona ebey keng tarlık etti de. Elem dişem ebeyde tonu de halkımız. Lekin hem şu Habibullah ekenligini mi bilip kalgını yaxşı da. Bugün yaxşı eskertip aldık usul doğrusida. Ha. Amdilik abay bu hasratlik naqshida men hasratlanmadim. Qarsam kulgim kelyapti debchu. Chunki abaykamniki bizga bergan ta'siri shundaq bir taqtuqchilik, bir qizqaniq bir tuyg'uni bergan. Shunga o'xshash yaratgan ma'lum bir obraz yoki bo'lmasa shu san'at sohasidagi ma'lum bir xoslik xalqqa shundaq bir mehr bo'lib besilib ketadi ekan. Shunga o'xshash ustozimiz Guljamal adamningmi nurg'unlagan filmlarda rol oldi, nurg'un sahnalarda o'zi xos uslublarni yaratdi, ammo nurg'unlagan tomoshabinlarimizni so'rsak Sunwoku'nun rolunu algan yaylık artistimiz deyişi mümkün. Şundaqmı? To'g'ri, Sunwoku'ning obrazni voyaga yetkazib, oshirib hamda biz itot hamma nurg'un filmlarda yaxshi ko'ramiz-ku. Bizniki xalqimiz yaxshi ko'radigan bir san'atkorimiz. Meningmi shu Habibullah o'xshash ismimni tuyuqsiz mening ismim o'zgarib ketgan qarang sizning liqachi degandek men ismimni Guljamal deydigan Guljamal Matniyaz Guljamal deb tuyuqsizdan voy So'nkun xonim deb chaqirgan bo'ldi meni ko'rsam So'nkun esi kelgan bo'ldi Masalan Aqal Muratgan Cho'ngaysa Rim Abdurim Rahman Rim Xon degan ekan, to'g'ri. Ammo shusini o'qilga shu bir obraz sizga to'g'ri yaxshi ko'rgan yoqtirdigan so'zni ashta chaqirdi ekan. Men shu dehshatlik chilib dehshatlik o'ynab dehshatlik normal sotmasak gaplarni qilaversam men taqib qadadim. To'g'ri. Adam deganlar hammani to'g'ri ketaman, hammani to'g'ri aytib ketaman yoki to'g'ri deb ketaman degan olmaydi ekan. Shuningdek xalqimizniki mushu fursatda endi ba'zi gap so'zlarda bo'lsin, naqshlarda andaq mandaq bo'lsa to'g'ri tushunib, tuzitib, yaxshi tanqidiy fikrlaringizni ayirib menga yozsanglar, men tuzitib ketishim. Bugungi programmamiz haqiqatan yiqish bir program bo'ldi ya. Chaqchaqmi bor, güzel naqshlarmi bor. Asli oldu. Abayninki boyaqi aytgan taqtuqlari, aytgan naqshlardan men nurg'un huzur oldim. Shunday bir xil ro'yim ko'tarilgandek bo'lib, hayajonlandim. Shuningga bugun bu program orqali mencha nurg'un tomoshabinlarimizmi, nurg'un ko'rmanlarimiz menga o'xshash hissiyat bo'lamdiki deb o'ylayaptim. Albatta. Önlük Sadası programısı yol koyulup bir yıldan açtık deyim. Nurgun tamaşbinlerimiz, nurgun körünmenlerimizin yaxşı fikirlerini aldım çoğu, yaxşı talep fikirlerini. Bugün men oturup men de Maynurga hemdemde bulup men bu sizden didarlaştığımdan özüm şuncha hoş buldum. Fırsat bolsa meni yana taklif qilsanglar, men yana şu sanatkarlar bilan müsahemdemde bulup tamaşbinlarga yeni bir ro'y yozib bersak. Bundan keyin Guljamal adamni taklif qilish emas, peshiga ching eslig'inimiz eslag'an, ko'rmanlar qo'yib etmaymiz endi. Rahmat. Har ikkilarga rahmat aytamiz. Sizlarga rahmat. Bugun mana shu Ömrük Sadası programmasi ki mushundaq bir fursat berish orqali mana Guljamaldan bilan yaxshi ko'rgan san'atkorlarimiz bilan siz bilan ham shu endin shu ko'rurmanlarimizga yana bir qatim mayli qo'limizdan kelishicha azroq bir kulki ato qila olgan bo'lsak naqshlarimiz bir azroq bo'lsin bir xushallik olib keladigan bo'lsa shuningda xushalmiz shunga salomat bo'linglar sizlar ham salomat bo'linglar mangu shunday go'zal chiroyli turinglar. Rahmat. Faqat gaplarimizni oxirlashtirganimiz yo'q bugungi programmada. Shundaqda bu vaqtni sizlar mushada oxirlashtiraylik. Oxirda eng go'zal tilaklarimizni abayka sizga yo'llaymiz. Tiningiz salomat bo'lsin, san'at hayotingiz texmi go'zal bo'lsin, nurani bo'lsin, taqtuqi paranglaringiz to'xtab qolmasin deganga o'xshash. Rahmat. Xo'sh, ekrandagi qadrli ko'rmanlar, Beijing Ipak yo'li o'mlik madaniyat tarqatish guruhi ishlashni o'z ichiga olgan Qarqash cho'ng bozori tajidorligidagi Xili Chishing, ya'ni o'mlik sadasi programmamizning bugungi soni mana shunda oxirlashdi. Ishonamizki, buningdan keyingi programmalarimiz bugungi programmamizga o'xshashla intayin rangdor ham sarxil bo'lsin. Biz keyingi son programmamizda ko'rishaylik. Ko'rishguncha salomat bo'linglar. Xayr xo'sh.
Aman küldi inakning sadosidir. Bulbullarning xush sayrıgan ovozidir. Kanat kalktı armanımız ilip endas. Kökte uçkan bürkütlerning parvozidir. Ömrük bizning nişanımız armanımız. Ümidaklık yollarının karvanımız. Yalpıllaydı kalplerde darvan mikri. Kucağı açkan bizge güzel devranımız. Ömrük bizning nişanımız armanımız. Ümidaklık yollarının karvanımız. Yalpıllaydı kalplerde darvan mikri. Kucağı açkan bizge güzel devranımız.